Assalomu alaykum, aziz o'quvchilar. Men 46-o'rta maktabning kutubxonachisi Alim va Manzura bo'laman. Hozir men sizlarga Zanjabil odam she'rtagini aytib beraman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, bir kampir bilan chol yashagan ekan va ularning bolalari yo'q ekan. Ular o'zlarini yolg'iz his qilishar ekan. Kunlardan bir kun kampir odamcha yasashga qaror qilibdi. Kampir cholga: "Azizim, men bugun zanjabil odamcha pishiraman" debdi va hamma narsani tayyorlab, moyni ehtiyotkorlik bilan aralashtiribdi. Xamirni yoyib, undan odamcha kesibdi. "Qanday ajoyib zanjabil odamcha bo'ldi-ya", deb kampir uni pechkaga solibdi. Bir oz vaqt o'tgach, u pechkadan xabar olibdi. "Qanday mazali bo'ldi-ya". Uning ko'zlari va og'zini yasash uchun unga muz qo'shibdi. Uning tugmachalarini yasash uchun esa gilos va shirinliklar qo'shibdi. Tayyor bo'lgandan so'ng zanjabil odamcha turib sakrab ketibdi. "Meni yemang", deb tokchaga sakrab chiqibdi va qochib qolibdi. "To'xta, to'xta", debdi. "Qancha yursangiz ham meni tuta olmaysiz, chunki men zanjabil odamchaman". Kampir uni orqasidan quvibdi, lekin uni ushlay olmabdi. Zanjabil odamcha yuguraveribdi. Qochayotganida esa uni sigir ko'rib qolibdi. "Sizdan xushbo'y hid taralyapti. Men yeb qo'yaman", debdi. "Men kampirdan qochib ketdim va senga o'xshagan katta sigirdan ham qochib ketishim aniq. Ha, ha, ha". Sigir zanjabil odamni tutib olmoqchi edi, ammo u qochib ketibdi. Zanjabil odamcha yugurishni davom ettiribdi. "Qancha yugursangiz ham meni tuta olmaysiz, chunki men zanjabil odamchaman". Sigir bilan kampir zanjabil odamchani quvlab, uni ushlay olmabdi. Odamcha yuguraveribdi va cho'chqaga ro'baro kelibdi. "Juda ham mazali ko'rinasan, men seni darhol yeyman". "Qani yeb ko'rchi, sen meni sira ham tuta olmaysan. Men kampirdan qochdim, sigirdan qochdim, sendan ham qochib ketaman. Qancha tez yugursangiz ham meni tuta olmaysiz, chunki men zanjabil odamchaman". Cho'chqa va kampir sigir qo'shilishib zanjabil odamchani quvlashibdi, ammo ular unga yeta olishmabdi. Zanjabil odamcha yuguraveribdi. Tez orada tovuqni uchratib qolibdi. "Juda mazali ko'rinasan, men sen bilan bolajonlarimni qornini to'ydiraman". Tovuq ham zanjabil odamchani orqasidan yuguribdi va "Kechki ovqat uchun juda munosibsan, kichkintoylarimga olib ketaman". "Men kampirdan qochdim, men sigirdan qochdim, cho'chqadan qochdim, sendan ham qochib ketaman. Qancha tez yugursangiz ham meni tuta olmaysiz, chunki men zanjabil odamchaman". Tovuq zanjabil odamchaning ortidan hamma bilan yugurdi, lekin uni ushlay olmadi. Zanjabil odamcha o'zi bilan juda ham faxrlanar edi. Ular namuncha sekin yugurishmasa, u yo'l oxiriga yetib borib, daryoni ko'rgach sekinlabdi. Chunki u suvga cho'kishdan juda ham qo'rqar edi. Bir payt daryoning bo'yida bir tulki suv ichayotganini ko'rib qolibdi. "Qornim uchun juda ajoyib taom ekansan". Tulki ham zanjabilni ortidan chopibdi. "Hey, ha sen, qarshi bo'lmasang, kel do'stlashamiz".
Bunday so'zlarni Zanjabil odam birinchi marotaba eshitayotgan edi. Yaxshi, janob tulki. Faqat menda bir shart bor. Oldinga o't, janob. Menga daryodan o'tishga yordam bera olasizmi? Albatta, yigitcha yordam beraman. Zanjabil odamcha bundan juda ham xursand bo'libdi. Bu yerga keling. Janob Zanjabil, yelkamga chiqing. Men sizga yordam beraman. Shu zahoti Zanjabil odamcha tulkining yelkasiga minib daryoning narigi chekkasiga suzib o'tibdi. Tulki esa uni havoga ko'tarib, yeyishga tayyorlanib, hap va Zanjabilni yutib yuboribdi. Juda ham mazali ekan, deb tulki qornini to'yg'azibdi. Shuning bilan ertak nihoyasiga yetibdi.